Isroillik qariya antiqa buyum topib oldi. U Galileo Lori Rimonda sayr qilib yurib, qadimiy Rimga taalluqli oltin tangani ko'rib qoladi. Topilma taxminan bundan 2 yil ming avval Trayan qirolligi qoshida yasalgan bo'lishi mumkin. Keremet narsa, tiyin ayabay yaxshi saqtalgan. Bu tabılğa Izraildagi жалгыз үлgü, fantastikalik açılış bo'ldi. Topilgan oltin tanga o'z vaqtida esdalik uchun yasalgan tangalarning biri bo'lishi mumkin. Unga qirol Oktavian Avgustning rasmi tushirilgan. Chekka qismida Buyuk Avgust degan yozuvi bor. Padişah Trayan mınday tıyındarda özüne çengi başqaruvchilarga danq berүү üçün jasatqan. Alar sanalуу gana ölçömdө chiqarilgan. Bungacha shu kabi tanganing yana biri Britaniya muzeylarida saqlanishi ma'lum bo'lgan. Bu tangalar asosan jang maydonidan g'olib bo'lib qaytganlarga berilar edi. Undagi bir oltinning narxi 25 kumush tangaga teng edi. Shu sababli mehnat haqini ham oltin tangalar bilan to'lash qulay edi. Qirol Trayan 98-yildan 117-yilgacha taxtni boshqargan. U vaqtda Isroil davlati ham Rim imperiyasining tarkibida bo'lgan.